Menga xiyonat qilganlarni, qiyin vaziyatlarda tashlab ketgan insonlarni asl sababchisi kim bilasizmi? O'zim. Nomarddan ham mardlikni kutamanmi? Insofdan ham insofni kutaman. Ular nomard bo'lgan, ular insof bo'lgan, men ularga ishonganman. Asl aybim shunda. Hayotdan nimani olishimni unutib qo'yganman. Menga o'ylaganmanki, hayot menga nimani xohlasam shuni beradi deb o'ylaganman. Hayot shunaqa muallim ekan, birinchi azoblab, keyin o'ladi. Suv qaynaydi-ku, qancha azob bilasan? Uni tagiga o'tin tiqasiz, o'tin qaraysiz, yondirasiz, keyin qaynaydi. Bu yaqiniga borib biqir ovoz chiqaradi, lekin u nolani borib yaqindan quloq solsangiz u aytadi. Agar men bulut bo'lmaganimda yomg'ir bo'lmasdi. Yomg'ir bo'lmaganimda yerga tushmasdim dedi. Yerga tushmaganimda nam qilmasdim, loy bo'lmasdim dedi. Loy bo'lmaganida nihol bo'lmas dedi. Nihol bo'lmaganida o'tin bo'lmasdi. O'tin bo'lmaganida meni yo'qmasdi. Azoblamasdi dedi. Bu azoblar Xudo tomonidan beriladi. O'sha vaqt menga azoblar bo'ladi, lekin bu azoblar sizni kuchli qiladi. Muvaffaqiyatning asl sababi shu xiyonatlar. Ular menga aslida dars bergan ekan. O'sha vaqt tushunmaganman, hozir tushundim. O'sha uchun ulardan jahlim emas, men rahmatimni aytaman.